Assalomu alaykum hammaga, hurmatli kuzatuvchilar. Sotuvda Cobalt 24-25 qora tonirovkalari bilan laboylarni ko'rib turishini mana. Mashinamiz 8000 km masofa bosib o'tgan. Juda ideal holatda, klaskalar toza. Narxlari 155 million so'm. Yana bir mashinamiz Nexia 3. Nexia 3'imiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, 56000 km masofa bosib o'tgan. Ishlarning holati ideal, propallari, to'rtta mexki balonlari bor. Hamma zo'r holatda turibdi. Buni narxi 130 million deyapmiz. 3-mashinamiz Gentra 2022-yilda ishlab chiqarilgan, propallari bor. Hamma narsasi bor. Mashinamiz chexol polik qilingan, monitorlar qo'yilgan. Holatlari yaxshi, kraskalar toza. Bu mashinamiz ham narxi 156 million so'm, 22-yil avtomat lyukli. Yana bitta Nexia 1'imiz bor. Buni yili 2015, 1.6 motor lyuks konditsioner, laset sideni hamma narsa qo'yilgan, dora glas oynalar qimmatdan qilingan. Mashinamiz 85 million so'm bahosi. Yana bitta Gentramiz bor, 22 14 yurgan, faralar, Optra amerikankalar original, Malibu rul, Malibu barlari bor, original. Mashinamiz rangi oq. Buni narxi 167 million so'm. Bu mexanika Gentramiz. Bu bosh to'lovsizga chiqadi. Buni tan narxi 110 million so'm. Cobalt'imiz bor, 22 avtomat, 80 000 km masofa bosib o'tgan. Buni tan narxi 125 million so'm. Cobalt'imiz bor, pachka shot spravka 25. Qora oq bor, 170 million so'm qorasi. Oqi 165 million so'm. Endi bularni boshlanish to'lovi, oylik to'lov bilan tanishtirib o'taman sizlarni. Bir boshdan boshlayman. Cobalt'imiz 25 million so'm bilan boshlanish to'lovda chiqadi. Oylik to'lovlar 4,5 million so'm. Nexia 3'imiz 18 million so'm bosh to'lov bilan chiqadi. Oylik to'lov 4,2 million so'm. Gentramiz 5 million bosh to'lov bilan chiqadi. Oylik to'lov 5,5 million so'm. Cobalt'larimiz 30 million bosh to'lov bilan chiqadi. Oylik to'lovlar 4,3 million so'm. Ikkalasi ham. Bu Cobalt'imiz 8 million bosh to'lov bilan chiqadi. Oylik to'lov 4,2 million so'm. Gentramiz bosh to'lovsiz chiqadi. Oylik to'lov 3 million 900 ming so'm. Bu Gentramiz 22 million bilan chiqadi. Oylik to'lovi 5 million 500 ming so'm. 30 million bersalar Wikipedia gaplashamiz. Mashinalarimiz ko'rib turganlaringizdek hamma mashinalarimiz bor. Hali yana ko'p mashinalar qo'yib boramiz. Kuzatib boringlar. Shkolatiga Damas'imiz bor. Pul topar Damas. 3 million so'm bosh to'lov evaziga 2023-yilda ishlab chiqarilgan Damas'ni sizlarga qilib beramiz. Bemalol kelaveringlar. Boz avto. Manzilimiz Qarshi shahar. Qarshi shahar. Shahar sud. Xalq tilida aytganda Narsud deyiladi. Narsudni shunday Gorodelni ko'chasiga qarab o'tishlaringizga chap qo'llaringizda. Boz avto. Bemalol kelaveringlar, murojaat qilaveringlar. Telefon nomerlar qoldirar. Kechki soat 2-3 gacha javob berishadi.